Greenleaf korporatsiyasining Germanskiy Nilrich brendi ostida ishlab chiqarilgan kollagen ichimligi baliq peptidli. Ushbu ichimlikni to'liq ko'rinishi video qismida joylashtirilgan. Odatda 25 yoshdan keyin organizmda kollagen tabiiy ishlab chiqilishi sekinlashadi. Shu sababli shu yoshdan boshlab qo'shimcha kollagen foydali bo'lishi mumkin. Uning foydalari esa teri taranglashadi, mayda ajinlar kamayadi, soch va tirnoq mustahkamlanadi, bo'g'imlarga foyda beradi. Teri regeneratsiyasi jarayonlarini tezlashtiradi, uning tarangligini oshiradi va ajinlarni kamaytirishga yordam beradi. Kollagen bo'g'imlar va paylarni ham mustahkamlab, harakatchanlikni yaxshilaydi va yuklama paytidagi og'riqlarni kamaytiradi. Teri elastikligini qo'llab-quvvatlaydi, terining silliq va tarang bo'lib qolishiga yordam beradi. Elastin, kollagen kabi to'qimalar tuzilishini saqlash va cho'zilish hamda boshqa yuklamalardan keyin tiklanishda ishtirok etadi. Tarkibidagi vitamin C esa organizmda o'z kollagenini sintez qilish uchun zarur modda hisoblanadi. Shuning uchun u antioksidant xususiyatga ega bo'lib, teri hujayralarini erkin radikallar zararidan himoya qiladi va qarish jarayonini sekinlashtiradi. Tarkibidagi aminomoy kislotalari esa tinchlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi, stress darajasini kamaytirib, uyqu sifatini yaxshilaydi. Bu esa organizm umumiy holatiga ijobiy ta'sir qilib, teri va boshqa to'qimalarning tiklanishini tezlashtiradi. Odatda Greenleaf kollageni ko'pchilikda dastlabki o'zgarishlarni 2-4 haftada sezdiradi. Teri namroq bo'ladi, yuzda mayinlik paydo bo'ladi, charchoq kamayishi mumkin. To'liqroq natija esa odatda 2-3 oy muntazam ichilganda bilinadi. Kollagenni o'zi semirtirmaydi, chunki u asosan oqsil hisoblanadi. 40 yoshdan keyin kollagen kamayishi tezlashadi. Shuning uchun teri bo'shashini sekinlashtiradi, bo'g'imlarga yordam beradi, soch va tirnoqlarni qo'llab-quvvatlaydi. Ichishning eng yaxshi usuli ertalab och qoringa yoki kechqurun uxlashdan oldin muntazam har kuni suv bilan birga, ya'ni kollagen ichganingizdan keyin suvni ko'proq ichish kerak. Vitamin C esa tarkibidagi vitamin C samarasini kuchaytirib beradi, kollagenni so'rilishini.